Navbatdagi ushbu xonadonga ham 6 kilovatlik gibrid tizimda ishlaydigan lonchi quyosh panellarini o'rnatib berdik. Endi ushbu xonadon bir oy mobaynida minimum 700 kilovatdan maksimum 1200 kilovat-soatgacha bo'lgan elektr energiyasini o'z ehtiyojlari uchun o'zi ishlab chiqaradi. Hamma umli, bironta bir to'pay odam qolmami? Hamma motivator, hamma umli. Agar ushbu xonadonda umumiy tarmoqdan, ya'ni davlatdan elektr energiyasi uzilib qolsa, biz o'rnatib bergan 4 dona gel va akkumulyatorlar hisobiga 10 ta yoritgichli lampalar, bitta televizor va bitta xolodilnikni 4 soatdan 6 soatgacha bo'lgan vaqt mobaynida bemalol uzluksiz ishlatishlari mumkin. Elektr simlarini montaj qilayotganingizda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri. Original. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Turish qara, bu turish qara. Odatda ustalar bunday paytda bolg'a kuchidan foydalanadi. Bu esa kabellarning uzoq vaqt xizmat qila olmasligiga sabab bo'ladi. Shu sabab ishingizni iloji boricha malakali mutaxassislarga ishonib topshirishingizni maslahat beramiz. Va nihoyat ish yakuniy bosqichga yetdi. 6 kilovat quyosh panellar ayni paytda soatiga 4,5 kilovat elektr energiyasini ishlab chiqarmoqda. Siz ham o'z xonadoningizga quyosh panellarini o'rnatib, elektr xarajatlarini qisqartirmoqchi bo'lsangiz, bizga Samsolar Energy'ga murojaat qiling. 78 kod bilan 333 60 70 raqamlari orqali mutaxassislardan bepul konsultatsiya ham olishingiz mumkin.